Atir sepib chiqadiganlarga nasihat qiling. Allohga qasam, bunday qizlarimizga nasihatim shuki, uydan ko'chaga atir sepib chiqmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundaylarni la'natlaganlar va bu ishni harom qilganlar. Payg'ambarimiz aytadilarki, qaysi bir ayol atir upa sepib, so'ng erkaklar oldidan o'tsa va ular uning hidini sezsalar, ana o'sha ayol zinokordir. Zinokor dedilar. Ya'ni Alloh asrasin zinokor deb nomladilar. Shu kerakmi sizga? Shu kerakmi sizga makiyaj ham kim uchun? Kim uchun atir sepib chiqasiz? Erkaklar uchunmi? E'tiborni jalb qilish uchunmi? Alloh asrasin. Odamlar sizni hidlashlari uchunmi? Nima kerak bu? Inson Alloh taolodan qo'rqishi kerak. Bu juda ham xatarli masala. Bunda hech qanday yaxshilik yo'q. Uydan atir upa sepib chiqishda hech yaxshilik yo'q. Bu joiz emas, harom ish. Hatto agar aqlimning oldiga ketyapman desa ham bu ham joiz emas. Ya'ni ko'chaga makiyaj qilib va atir sepib chiqadiganlarga nasihat qiling. Allohga qasam, bunday qizlarimizga nasihatim shuki, uydan ko'chaga atir sepib chiqmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundaylarni la'natlaganlar va bu ishni harom qilganlar. Payg'ambarimiz aytadilarki, qaysi bir ayol atir upa sepib, so'ng erkaklar oldidan o'tsa va ular uning hidini sezsalar, ana o'sha ayol zinokordir. Ko'chaga